Bitcoin 1 million dollar bo'lishi mumkinmi? Bu umuman realmi yoki shunchaki odamlar aytib turgan tasodifiy raqammi? Keling tahlil qilib ko'ramiz. Narx 1 million dollar bo'lganda Bitcoinning umumiy qiymati 21 trillion dollarni tashkil etadi. Buni hozirda deyarli 30 trillion dollarga teng bo'lgan oltindan keyingi ikkinchi aktivga aylantiradi. Endi pullarga e'tibor qarataylik. 2021-yildan boshlab institutsional investorlardan oltinga 58 milliard dollar sarmoya kirdi. Bitcoin esa 73 milliard dollar qabul qildi. Ammo oltinni Bitcoinda hali mavjud bo'lmagan o'ziga xos xaridori bor. Bular markaziy banklardir. Ular aynan shu davr mobaynida 330 milliard dollardan ortiq miqdorda oltin sotib olishdi. Endi esa achchiq haqiqatni eshitishga tayyor turing. Narx bu ikki narsani, ya'ni aktiv qiymati va valyuta zaifligini aralashmasidir. Dollarni eritayotgan muz bo'lagi deb tasavvur qiling. Misol uchun 10 yil oldingi uyni o'rtacha narxiga qarang. U 20 ming dollar edi. Bugun esa 43 ming dollar. Uy 2 barobar yaxshilanib qoldimi? Yo'q. Uni sotib olish uchun ishlatgan dollaringiz shunchaki o'z kuchini yarmini yo'qotdi. Ushbu devalvatsiya o'sha muzning erishidir. Lekin oltin shunchaki yetib olgani yo'q. U o'zib ketdi. Chunki uy narxlari 2 barobar oshgan bir paytda oltin narxi 4 barobar o'sdi. Bitcoin ham xuddi shunday ishlaydi. Yangi talab va dollarni qadrsizlanishi uning narxini yuqoriga haydaydi. Xo'sh, Bitcoin 1 million dollarga yetishi mumkinmi? Ha, lekin bu noto'g'ri savol. To'g'ri savol boshqacha. Bitcoin o'sha darajaga yetganida 1 million dollarning qadri qancha bo'ladi? Chunki 10 yil oldin 1 million dollarga 20 ta uy sotib olish mumkin edi. Bugun esa bor yo'g'i 5 ta. Sizningcha nechinchi yili Bitcoinning 1 million dollarga chiqishini ko'ramiz?